Yo do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan men Firdavs do'stlar, bugun ikkinchi qismini boshladim. Mana o'zi anaqa nima edi? Aslanboyimni o'ynayapman. Endi do'stlar, mana uxlamadi. Endi men ham uxlamayman deyapman-da. Chiqib mana o'zi mana uyimni yarimni qurib bo'ldim o'zi mana. Cho'tki chiqayapti degan umiddaman. Yaxshi chiqayapti-ya. Kommentariyaga kirib yozib yuboringlar. Daranan. Chiqib do'stlar, bugungi video shunaqa bo'lib tugab ketaveradi. Sizlar lekin podpiska bo'lmaysizlar, like ham bosmaysizlar. Shunday qilaversangiz, sizlaringcha shunday podpiskalarni bosmasalaringcha, men ham hozir video olmay qo'yaveraman-da. Video olib nima qilaman? Podpiska bosmasalaring, like'lar bosmasalaring. Shu savol kallamga kirib qoldi-da. Aslanboyim yozmaydi. Yozsa-da endi Aslanboyim. Qanday chiqdi? Yo to'tinglar, mana shu tomoni cho'ta g'alati chiqib qoldi. Endi ko'raylik. Endi cho'tki bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Endi ichini yo tomni qilmadi ekan hali. Do'stlar mana qilyapman. Chiqib boshqa qilib tashlaymiz. Nima bu yerga qo'yilyapti? Do'stlar, sizlarga do'stlar, hammalaringizga xayr. Men endi 3-qismida chiqarsam kerak, lekin porku ayb izvortda borku chaqiraveradi. Hozir nima deydi bilmayman. Xayr hammaga. Bo'pti, yaxshi qoling.